va mana endi Qo'shtepa kanalini ko'pchilik aytadi, siyosatshunoslarimiz, mana bu yerda Hamza aka o'tiribdi, afg'onshunosimiz, bu to'liqligicha siyosiy loyiha degan fikrlar aytiladi va qanchalik siyosiy loyiha ortida qanchalik siyosiy maqsadlar yotibdi, mana shu jarayonlarni hozir bizga tushuntirib beradi. Quyida tanishtiruv roliki namoyish etiladigan spikerimiz. Marhamat. Farhod Tolipov, siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori, taniqli siyosatshunos. Toshkent davlat universitetini tamomlagan. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan. Ayni paytda ijtimoiy va siyosiy fanlar institutida talabalarga saboq berib kelmoqda. Marhamat, Farhod aka Tolipovni kutib olamiz. Olqishlar bilan. Farhod aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Farhod aka, omad. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman qatnashchilari. Men endi suv xo'jaligi yoki suv muammolari bo'yicha mutaxassis emasman, lekin Markaziy Osiyo mintaqasiga oid mintaqaviy jarayonlar, xavfsizlikga oid masalalar ustida ko'p yillardan beri tadqiqot olib boraman va Qo'shtepa kanali xususan bevosita mintaqaviy jarayonlarga va xususan mintaqaviy xavfsizlik masalalariga ta'sir qiluvchi mavzu bo'lganligi uchun ham o'zimning fikrlarimni bildirmoqchiman. Demak, endi ketasan bo'laveradi. Ya'ni men shu boshlanayotgan narsa boshida aytmoqchi bo'lgan fikrim O'zbekistonni shu Afg'oniston yo'nalishidagi olib borayotgan siyosati va xususan Qo'shtepa kanal yoki suv muammolariga kengroq yondashsak agar olib borilgan siyosati ancha farq qiladi birinchi ma'muriyat davrida va hozirgi ikkinchi ma'muriyat davrida. Endi uchinchi ma'muriyat qachon kelar ekan va qanaqa siyosat bo'lar ekan, endi o'zimizga buni faraz qilishimiz mumkin. Ya'ni demoqchimanki, agarda Afg'oniston yo'nalishida deb qisqacha gapirsam, vaqtim qisqa bo'lganligi uchun, birinchi ma'muriyat davrida Afg'onistonga nisbatan siyosatimiz ancha izolyatsionistik bo'lib kelgan va nimaga men shunday masalani ko'taryapman va eslatyapman o'tgan davrni. Faraz qilaylik, agarda hozir birinchi ma'muriyat hali ham kuchda bo'lganda va amalda bo'lganda edi, Qo'shtepa kanaliga yo'l qo'yilarmidi? O'zbekiston hukumati Qo'shtepa kanaliga ha deb javob bergan bo'larmidi? Ko'z yumgan bo'larmidik yoki qat'iyatlik bilan qarshi turgan bo'larmidik deb albatta savol qo'yish o'rinli deb o'ylayman. Chunki kezi kelganda menimcha eslatish joiz. O'zi umuman olganda va aynan mana shu birinchi va ikkinchi ma'muriyat solishtirish uchun juda ham yaxshi keys bo'lib chiqadi. Suv masalalariga yondashganimizda tizimiy yondashuv yetishmayapti bizlar. Oqsoqlik qilyapti bu tahlil. Qo'shtepa kanal bor ekanda, Qo'shtepa kanal kerakmi, kerak emasmi deb tor yondashib, aslida strategik yondashuv, sistemik tizimiy yondashuv yetishmayapti. Va natijada tahlilni o'zi ham ancha yuzaki bo'lib chiqyapti. Va mana shu sistemik yondashuv nuqtai nazardan Qo'shtepa kanali nima, qaysi sohaga tegishli? Suv oqimi, suv xavfsizligi, suv ta'minoti, to'g'rimi? Suv deganda faqatgina Amudaryo yoki Qo'shtepa emas-ku. Suv deganimizda biz birinchidan shu ham Sirdaryo, ham Amudaryo oqimiga, daryolariga tegishli bo'lgan turlicha jarayonlarni nazarda tutamiz. Hammamizga ma'lum, mana bir vaqtlarda Afg'oniston chetga surib qo'yaylik, hattoki Tojikiston yoki Qirg'iziston o'zini hududida mashhur gidroinshootlarni qurishda qancha mojarolar, janjallar bo'lib o'tdi, to'g'rimi? Bo'lmasa-ku bu qadrdon, birodar xalq, qirg'izlar, tojiklar va bu mamlakat bu xalqlar bilan yillar, yuzilliklar davomida birgalikda yashab kelib va hattoki Sovet ittifoqi parchalangandan so'ng 91-yildan boshlab integratsion jarayonni birgalikda boshlaganmiz. Ya'ni ulardan yaqini bizga yo'q. Degandek, Afg'onistonni hali biz juda to'la izolyatsiyaga o'tkazib, tanimagandek qilib o'zimizni birodar xalqlarimiz bilan hattoki janjallashib qoldik. Ragun va Kambarata gidroelektrostansiyasi qurilishi masalasida. Ular bilan zo'rgina kelishimiz. Boshqa obyektlar bo'yicha nima deyishimiz mumkin deb savol o'ylab ko'raylik. Biz suv deganda hammamizga ma'lum, albatta buni tafsilotlarga o'tish hojati yo'q. Orol dengizini ham nazarda tutamiz. Orol dengizi deyarli quridi.
biz suv deganda o'zi suv qayerdan boshlanadi, daryolar qayerdan boshlanadi deganda albatta yuqori tog'larda, Tojikiston hududida, yuqori Pamir tog'larida muzliklardan boshlanadi va biz iste'mol qilayotgan turli sohalarda, ichimlik suvdan boshlab qishloq xo'jaliklaridagi suvlarni 60% aynan ana shu Tojikiston hududidagi yuqori tog'lardagi muzliklardan hosil bo'ladi. Fetchenka muzliklari. Ha, nafaqat mana shu muzliklarning o'zi aslida biz ularni mana 60% daryoga aylanib bizga iste'molga kelar ekan, lekin shu muzliklarning o'zi 40% erib bo'lgan ekan. Torayib borgan ekan. Iqlim o'zgarish natijasida bu obyektiv ko'rsatkichda. Shuning uchun buni orqaga reversible deydi-yu, qaytarib bo'lmaydigan holat ekan. Buni faqatgina qabul qilishimiz kerak ekan. Muzliklar torayib ichiga boralashib boraverar ekan, demak suvning oqimi ham tabiiy hol kamayib boraveradi. Hozir mana yuqorida aytildi, daryolarning o'zi ham qurib boryapti. Daryo, Sirdaryo va Amudaryo ham. Shu bilan birga biz qanchalik janjallashmaylik qo'shnilar bilan endi mana ikkinchi ma'muriyat davrida har biri bilan strategik sherik bo'lib qoldik. Strategik sheriklik va ayrimlar bilan Qozog'iston va Tojikiston bilan hattoki ittifoqdoshlik shartnomalarini imzoladik. Bu quruq gap emas, quruq so'zlar emas. So'zlarning ma'no mohiyatiga yetib borsak, strategik sheriklik nima degani, ittifoqdosh davlat bo'lish nima degani deganda, xususan xavfsizlik sohasida yaqin belkadosh bo'lib turish qo'lma-qo'l deganda qaysi bir davlat agarda tahdidga uchrasa, ittifoqdosh yoki strategik sherik deb atalgan ikkinchi davlat bevosita va darhol yordam qo'lini cho'zish kerak deb hisoblanadi. Aks holda strategik sheriklikning ma'nosi yo'qoladi. Mana shu nuqtai nazardan Qo'shtepa kanali tahdidmi? Agar tahdid bo'lsa, strategik sheriklar va ittifoqdoshlar qanday yo'l tutadi? Agarda bizga tahdid bo'lsa, ular qanday yordam beradi? Ularga tahdid bo'lsa, masalan, Tojikiston ham Amudaryo oqimida va Turkmaniston biz qanday yordam beramiz? Va hammamiz birgalikda bir yoqdan bosh chiqazib degandek harakat qila olamizmi yoki yo'qmi? Mana bu birinchi qismi faqat. Ana endi Qo'shtepa kanaliga bevosita o'tsak. Biz bu yangilikni eshitganda 2 yil oldin shok holatiga tushdik. Bu shok yangilik bo'ldi. Chunki qanchalik biz mana 60-yilda bu loyiha bor edi, bundan ham oldin loyiha bor edi demaylik, aslida bizning xalqimiz bu xabar bo'lmagan. Bu shartnomalar borligidan, hattoki bilmayman, hattoki hukumatimiz ham xabardor bo'lganmi yoki yo'qmi? Chunki shokligi aynan mana shunda. 2 yil oldin bu xabar to'satdan ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingandan so'ng va Afg'oniston tarafi bu loyihani boshlaganligi, unilateral deydi, ya'ni bir tomonlama boshlaganligi, agar soddaroq noilmiy tilda gapirganda o'zboshimchalik bilan boshlaganligini eshitganimizdan keyin albatta xuddiki bir sarosimaga tushgandek bo'lib qoldik, chunki biz fakt oldida turib qoldik. Loyiha oldida emas, fakt oldida turib qoldik. Xuddiki bo'ldi endi fakt bu kanal bo'ladi, uni orqaga qaytarib bo'lmaydigandek deb tuyuldi bizga, hammamizga deb. Undan keyingi bo'ladigan har qanaqa mulohazalar endi foydasi nima? deydigan qo'shimcha savol tug'iladi. Agar ular o'zboshimchalik bilan boshlab bo'lgan bo'lsa, bu yerda-chi, bilasizmi, mana bunaqa bir yozilganmi yo'qmi? Keyingi slaydda bor, ya'ni hozir ham aytay. Qiziq bir vaziyatga tushib qoldik. Bilasizlar, bunaqa bir hali nima deymiz, pritsha deydimi yoki bir ertakmi? Tuxum va nima? Tovuq to'qishmoqda. Nima birinchi paydo bo'lgan, tuxummi yoki tovuqmi degandek. Qo'shtepa kanali to'g'risidagi loyihani muhokamasi birinchi bo'lish kerakmi? Yo'q, qurilishdan keyin muhokamaga o'tishimiz kerakmi? deydigan tabiiy savol tug'iladi. Birinchi muhokama qilib, o'ylab, bir rosaga kelib, keyin qurilishga o'tish kerakmi? Yo'q, qurilishni boshlab bo'lgandan keyin bizani fakt oldi qo'yib bo'lgandan kelib, keyin endi Tolibon bilan biz kelishamiz, ular hamkorlikka rozi deb. Qanaqa hamkorlik agar suv oqib ketayotgan bo'lsa? Mana shunaqa bir nodialektik, noilmiy yondashuv hozir ham ilmiy doiralarda, ham mediada, ham jamoatchilikda ustuvor bo'lib qoldi. Biz masalani oyoq ostidan qoldik-da, snoknagovo deydi-yu, qo'yib qo'ydik. Mana shu tomondan yondashsak hozir juda qiziq bir va nima deymiz, og'riqli qo'shimcha savollar tug'ilyapti. Albatta biz bu masalaga xalqaro tajribani hisobga olgan holda, xalqaro tajribada shunga o'xshash holatlar bormi va xalqaro huquq bu to'g'risida nima deydi
degan mana yuqorida eslatildi. Konvensiyalar bor, muayyan konvensiyalar bor, transchegaraviy daryolar to'g'risidagi konvensiya, ya'ni xalqaro huquqda o'ziga yarasha me'yorlar mavjud. Amudaryo ham transchegaraviy daryo ekan. Afg'oniston bo'lmaganda u shundoq ham transchegaraviy bo'lib, 3 ta davlatga taalluqli bo'lgan daryo, ya'ni Tojikiston, O'zbekiston va Turkmaniston deb hisoblanib kelgan. Va mana bunaqa qilib gapirish sodda tilda zo'rg'agina, agar narsa mana shu Rogunni hisobga olgan holda zo'rg'agina 3 ta davlat sivilizatsion yo'lda usullar bilan siyosiy bir murosiga kela oldi-da. O'sha ham ancha-munchagina kech bo'ldi, chunki Amudaryoni o'zi quryapti, dedik-ku. O'sha davlat ancha-muncha shartnomalar va boshqa kelishuvlar bilan Amudaryo oqimini menejmentini yo'lga qo'ya boshladi. Endi Amudaryo oqimini janubiy qirg'og'ida joylashgan Afg'oniston ham bu daryoga haqqi bor deydigan yangi konsepsiya tug'ildi. Chunki bu transchegaraviy deb hozir tarafdorlari deylik, kanal qurilishining tarafdorlari shu xalqaro norma bilan oqlashga intilyapti. Qarangki, bu transchegaraviy daryo, Afg'oniston ana shu daryoni oqimida joylashgan davlat, shuning uchun haqqi bor. Bilasizmi, hozir meni fikrim provokatsion deb hisoblanar sizlarga. Haqqi yo'q deydigan fikrda men turibman. Ha, transchegaraviy, ha, qirg'oqning nari tarafida turibdi, lekin konvensiyaga daxli yo'q. Men buni hozir yoyib, balki xalqaro huquqiy norma orqali isbotlashga vaqtim yetmas. Savollar bo'lsa tushuntirishga harakat qilaman, lekin faqatgina mana shunaqa straight forward deydi, ya'ni to'g'ridan to'g'ri, yuzaki, lineyniy podxod deydi. Yuzaki yondashuvda Afg'oniston qirg'og'ining nari tarafida turibdi-yu deyish yetarli emas. Xalqaro konvensiyalarcha bilasizlarmi, qanaqa kurashlar bilan qabul qilingan. Qanaqa, nima deymiz, mojarolar bilan davlatlar mana shu transchegaraviy daryolarda joylashgan turli mintaqalarda davlatlar qanaqa kurashlar bilan, urushlar bilan, to'qnashuvlar bilan murosaga kelgan ekan. Ular ham bilardi transchegaraviy ekanligini daryoni va daryoni turli qirg'oqlarda joylashganligini, lekin darrov kelisha olmagan-ku. Demak, mana shu joylashuvning o'zi bu statik yondashuv. Statik yondashuv. Ha, joylashgan, demak haqqi bor. Bunday emas, bunday yondashuv noto'g'ri bo'ladi. Nodialektik yondashuv bo'ladi. Xalqaro huquq bunday yozilmagan. Joylashuv bordi, bo'ldi, shu bilan demak haqqi bor deyish. Buni yana qo'shimcha sub questions deydi, ya'ni nima deymiz? Qo'shimcha kichik-kichik ichki savollar bilan bog'liq bo'lgan katta savol bu. Shuning uchun mana bunaqa yondashuv ular ham endi haqqi bor ekan-da, belgili ular ham sud deyishni o'zi nafaqat deylik noilmiy bo'ladi. O'zimizning hayotiy milliy manfaatlarimizga zid holda o'zimiz gapirayotganimizni sezmay qolamiz ba'zan. Afg'oniston bilan Sovet ittifoqi 60-yillarda shunday shartnoma tuzgan ekan. Men buni bir o'tgan yil konferensiyada, Tojikistonda suv xavfsizligi bo'yicha konferensiyada ishtirok etganimda birinchi marta shuni eshitdim o'zim ham. Ya'ni SSR davrida bo'lgan ekan shunaqa shartnoma deb. Keyinchalik USAID vakillari, o'z eslatingiz bugun USAID vakillari ham buni tasdiqladi. Ya'ni hayron bo'lmanglar, bu hozir birdaniga paydo bo'layotgan shok yangilik emas. SSR davrida ham bo'lgan edi bu shartnoma. Endi mana USAID ham bunga qo'shilib 80-yillarda yana yangiladi yoki 2000-yillarning o'rtalarida boshladi va qo'shilib sponsorlik qildi, loyihalarni yengildan chizib berdi. Deganda men ana shu USAID vakili o'tirganda konferensiyada bitta savol berdim, bu savolga javob bera olmadi. Ana o'sha kontraktlarni, o'sha kelishuvni, shartnomani matnini ko'rsak bo'ladimi? Dedim. Matn biz uchun muhim-ku. Matn nima deyapti? Har qanaqa agarda mana biznesmenlar o'tirayotgan bo'lsa, bu yerda kontraktlar, shartnomalarning bandlari bor. 1, 2, 3, 4, 5 degan bandlari bor, to'g'rimi? Xususan ana shu bandlarda nimaga bag'ishlangan bo'lsa, mavzu, kontrakt mavzusi, shartnoma mavzusi, o'sha obyektning texnikaviy parametrlari aks etilgan bo'ladi. Va uni asoslari va muddati belgilanadi. Va kontraktdan chiqib ketish, agar to'g'ri kelmay qolsa birdaniga vaqt kelib, shartlari ko'rsatiladi. Kontraktdan chiqib ketish. Bu davlat A yoki B davlat kontraktdan chiqib ketadi. B davlatni oldindan notification deymiz, ya'ni oldindan ogohlantirib chiqib ketish shartlari ham belgilanadi. Force majeure bo'lib qolsa sharoitda, force majeure holda keldimi yo'qmi? O'zinglar o'ylaylar-da. Shunaqa bitta savol shu joyda. Mana yetmay qoladi. USAID vaqt o'zimizda mayli qo'shib beraylik. Qo'shasiz. Domlaga nima kerak? Vaqt kerak. Mana shu yerda mana USAID moliyalashtirayotganini aytyapmiz. AQShni bu yerdagi kanal qurilishini loyihalashdan, unga pul ajratishdan manfaat haqida ozgina qisqacha gapira olasizmi?
Nima manfaat Men bo'lishi o'zlariga shunaqa savol berdim, shuning uchun bu savol menga emas. Men xuddi shu savolni kontraktning o'zini matnini ko'rsatsangiz bo'ladimi, biz ham tanishaylik deganda ko'rsata olishmadi. Buni o'shandan keyin turli agarda savol kimgadir bersangiz ham xalqaro tashkilotga javob bermasangiz turli shubhalarga asos bo'ladi, sabab beradi. Demak, buning ketidan qandaydir boshqacha bir geosiyosiy maqsadlar yotibdimikin yoki qandaydir bir kelajak uchun bir zamin yaratib, bu yerda USAID yana qandaydir uzoqni ko'zlagan Qo'shtepaga bog'liq bo'lmagan, boshqa bir maqsadlarni ko'zlaganmi deydigan turlicha shubhalar ham paydo bo'ladi. Endi mavzuga qaytsak, matnni ko'rsatishmadi. Ammo nimaga bu muhim deyman? Hozir ham muhim. Mana shu matnni ko'rsatinglar, shartnomani ko'rsatinglar. Oldingisinimi yoki ikkinchisinimi farqi yo'q. Nimagaki u yerda mana shu men yuqorida aytgan texnikaviy parametrlar, muddati, kanalni bajarish yoki qurish muddati, favqulodda yoki force majeure situatsiyada chiqib ketish shartnomadan kabi bandlar nima deyapti? Shunaqa holatlar to'g'risida biz uchun shunisi muhim, chunki bu hayotiy masala bo'ladi, bizga tahdidiy masala bo'ladi. Shuning uchun butun xalq, nafaqatgina tor doiradagi qandaydir bir guruh, yopiq guruh bundan boxabar bo'lish kerak yoki engage, ya'ni jalb qilinish kerak. Biz ham boxabar bo'lishimiz kerak. Nima deyapti o'sha kontraktlar? Afsuski bu kontraktning matni yo'q. Biz ko'rmadik. Shuning uchun ham qo'shimcha shubhaga shubha qo'shilaveradi. Texnikaviy parametrlarni mana eslatdingiz. Men demoqchimanki, o'sha o'zim o'sha konferensiyaga qatnashganda USAIDga ham qarab bitta savol qo'ydim. Qatdan o'ylab topildi 300 kilometr bo'lishligi? Qatdan o'ylab topildi 100 metr eni bo'lishligi? Qatdan o'ylab topildi 8 metr chuqur bo'lishligi dedi. Kelinglar, masalan, shuni bir gipotetik tarzda har bir pokazatelni, har bir ko'rsatkichni 2 barobar kamaytirsak nima bo'ladi? 300 kilometr emasdi, 150 kilometr. 100 metr enli emasdi, 50 metr enli. 8 metr emasdi, chuqurligi 4 metr bo'lsa. Suvsiz qolmaydi-ku. Hozir suvsiz-ku ular. Harlina xanna suv boradi-ku, demak, kichikroq kanalda bo'lsa ham biz hozir faqatgina mana shu raqamlarni asoslab beruvchi hech qanday dalillarni o'qimadik ham, ko'rmadik ham. Osmondan olingan bu parametrlar bo'ldi. Shuning uchun texnikaviy parametrlarga katta savollar turibdi. va bu masalani kim bilan gaplashish kerak o'zi? Ha, adres yo'q. Chunki bunga ham vos kelaman. Tolibon agarda shu Sizda 2 daqiqa. To'g'ri. 2. O'zingiz savol berasiz, ovozdan boshlamada. Domla bilan olishmang. Tizimiy yondashuv yetishmayapti. Sessiyalaringiz bor-da sizlarning. Ehtiyot bo'ling-da. Tizimiy yondashuvda bittagina quruv mana shunaqa Qo'shtepa deb boshqa narsaga qaramasdan tuxum bilan tovuqni o'rnini almashtirib qo'yib yondirsak, hech qanaqa masalaga yechim topa olmaymiz. Mana oling, 18-28-yillarni Birlashgan Millatlar Tashkiloti qanaqa deb e'lon qilgan? Suv barqaror rivojlanish 10 yilligi deb e'lon qilgan. Demak, shu 10 yillikning o'rtasida turibmiz. Xo'p, mana barqarormi? Agar Amudaryo oqimini 25% Afg'onistonga oqib ketsa, barqaror bo'ladimi? Bemalol beraveraylikmi? Nima degani bu? Mana shuda, ya'ni bu savollarga javob bermagandan keyin BMTning mamlakat deklaratsiya qilishi, konvensiyani qabul qilishi, rezolyutsiyani qabul qilishi bizga nima naf beradi? Asqotadimi? Biz shu konvensiyaga rioya qilishimiz kerak. Bizga BMT yordam berishi kerak. Biz BMT a'zosimiz, 10 yillikning o'rtasida turibmiz. Barqarorlik yo'qolyapti suvda, Amudaryoda. Marhamat, tizimiy yondashuv deganda hamma tomonlama yondashish kerak-da. Xususan mana shu xalqaro konvensiyalarni yoki rezolyutsiyalarni inobatga olgan holda ham. Eng qizig'i, talabalar shu yerda bilmadim, 30% men o'zim talabalarim ekan. Agar hozir javob bermasangiz 2 qo'yaman. Civis pacem para bello, tarjima qilib beringlar. Siz hammani qutqardingiz hozir. Tinchlik istasang, urushga tayyor tur deydigan qadimiy aqida bor. Qadimiy, kecha o'ylab topilgan emas. Qadim Gretsiyada, qadim Rimda eramizdan oldin o'ylab topilgan tamoyil bu. Faqatgina yaxshi niyat bilan Tolibon bilan kelishsa bo'ladi. Biz hozir o'tirimiz, muzokaralar qilamiz, ularga beton beryapmiz, ularga don beryapmiz, yetishtiradi deyish mana shu qadimiy donishmandlikni unutib yuborish degani. Dushmanman ertaga senga bostirib kiraman deb oldindan ogohlantirmaydi. Shuning uchun ham o'qiyni, qo'rixiyni quruq ushlab turgan, har ehtimolga qarshi degan aqida qadim zamondan bor. Civis pacem para bello. Tinchlikni istasang, urushga tayyor turdi. Tolibon bilan qanchalik biz tinchlikka erisha olamiz? Hali katta savol. Bu tan olingan tashkilot emas. Tan olingan dunyoda hukumat emas. Birlashgan Millatlar Tashkilotining terroristik tashkilotlar ro'yxatida turgan tashkilot bu. Bu hali qachon tan olinadi-yu, tan olinmaydi. Bu ham tuxum bilan tovuq masalasi.
tan olinishi birinchi kelib, keyin ular bilan muzokaralar va shartnomalar tuzilishi kerak. Yo shartnoma birinchi tuziladi, keyin tan olinadi. Qancha ziddiyatli holatlarga duch kelyapmiz-da. Mana shu Tolibonlar ish ko'rgan holda. Buning xalqaro statusi hozir juda mavhum. Eron bilan Afg'oniston orasida ham xuddi shunga o'xshagan, bizga o'xshagan daryo masalasi turibdi. Gelment daryosi. O'qigan bo'lsangiz, xabardor bo'lsangiz, qanday yechim topdi u? Eronning bosimi bilan Tolibon ularga suvni o'tkazib yubordi. Tambani. Yopib qo'yuvdi. Eronning bosimi bilan. Pokiston, Hindiston orasida hozir nima bo'lyapti? Daryo bo'yicha urushga aylanib keting deb turibdi. Tinchlik istasang urushga tayyor tur. Suv ichging kelsa, davom etaveringlar. Va xuddi shunaqa O'zbekiston bilan Afg'oniston orasida iliqqina, chiroylikgina gaplar bilan hali tan olinmagan tashkilot, terroristik deb hisoblangan tashkilot bilan gaplashish menimcha xaskashga bosishdan narsa emas. Xaskashga bossanglar nima bo'ladi? Tap-totib peshinanglarga uradi. Menimcha tugatdim. Katta rahmat.